Hayvanotlar bag'chisidagi hayvonlar o'zini xuddi turmada yotgandek his qilib, nurg'un hayvonlar o'zini tutolmay qochib ketgan. Shun bo'lsa Sinchaqning tayyorlagan temisi 6 dona bardoshlik berolmay turmadan qochgan hayvon. Turmadan qochgan maymun. Braziliyadagi bir hayvonot bag'chisidagi yo'g'mi quyruq maymun turmadan qochib ketgan. Maymunlar tosh va boshqa qurollarni ishlatib, hayvonot bag'chisining qulupini buzib, o'rmonlikka qochib ketgan. Bu maymunning tunji qitim qochib ketmoqchi bo'lish emas. Ular eng aqlli hayvon deb qaralgan bo'lib, nihoyat kuchli to'rash iqtidoriga ega. Hatto o'tkir tosh bilan ko'kus yiqishni bildi. Bugungi kunda ular hayvonot bag'chisining turmushidan bezor bo'lib qochib ketmoqchi bo'lgan. G'azablangan Shimol qutbi. Avstraliyadagi bir hayvonot bag'chisida bir sayohatchi bundoq bir ko'rinishni suratga tortib oldi. Qafasdagi Shimol qutbi bir joyda tura olmay, reshatkadan beshin chiqarib, hayvonotlar bag'chisidan qochib ketishni planlayotgandek qiladi. Agar sayohatchilar yaqin kelsa, Shimol qutbi hujum qilmoqchi bo'lgan. Buni hargizmi doktorxonaga aparish bilan hal qilib bo'lmaydi. Qashqon pingvin. Yaponiya poytaxti Tokiodagi bir hayvonot bag'chisi qochib ketgan bir pingvinni izlayotgan. Birsi bo'shak kichikni Edo rayonidagi bir daryoda erkin uzatadi deb ipuchi bilan ta'minlagan. Bu pingvin 1 yoshga kirgan. Bo'y egizligi 60 cm bo'lib, bo'y egizligidan 2 yashli egiz bir toshdan ortilib qochib ketgan. Qaragan pingvinmi hayvonot bag'chisining turmushidan norozi bo'lgan o'xshaydi. Qashquchi Almas Shatoti. Bu chiroyli Almas Shatoti tipi turmadan qochish podshoh. Almas Shatoti nihoyat chiroyli, rangi ochiq. Eng chong alayidligi intayin aqlli. Chunki uning cho'ng miyasi nurg'un nevronlar bilan to'lgan. Shu hayvonot bag'chisi doim turmadan qochadigan qush dal Almas Shatotidir. Ilgari bir kishi o'zining avtomobil to'xtash uyida hayvonot bag'chisidan qochib chiqqan 32 Almas Shatot turganligini ko'rgan. Ajba bag'chilik tomoq shundoq o'salmidi? G'azablangan yo'lbars. Yo'lbars mushuk oilasidagi eng xatarli hayvon. Shundaqla bir xil vahshiy go'shtxo'r hayvon. Lekin Irlandiyadagi bir hayvonot bag'chisida bir yo'lbars aynak sirtirik o'g'il bola qarab etilib kelgan. Uning qo'rsiqi bak ichib ketganmi yoki aynakdan qochmoqchi bo'lganmi, bu noma'lum. Baxtga aynak yerilib ketgan. Bo'lmasa oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Halva orangutan. Nurg'un hayvonot bag'chisidagi hayvonlar ma'nisiz turmushga bardoshlik berolmaganlikdan nachar usullar bilan kayfiyatini ifodalashga majbur bo'lgan. Masalan, Henry hayvonot bag'chisidagi bir orangutan aynak oldida o'zini suratga tortayotgan bir juft oshiq ma'shuq etilib, ularni urgan. Uning ustiga ayni chog'da aynakka yeriq paydo bo'lgan. Naq maydonlik sayohatchilar qo'rqib bu yerdan qochib ketgan. Baxtga orangutanning urishlik maqsadi faqat kishilarni qo'rqitish bo'lib, odam o'lish, yarnish ahvoli ko'rilmagan. Undaqda sizmi hayvonotlar bag'chisidan qochib chiqqan hayvonlarning ko'rib baqqanmi? Bu Sinchaq. Sizning eng yaqin do'stingiz. Bizni qo'llab yulduz belgisini besib qo'yganingizga rahmat. Taraqqiyotimiz qo'lishinglardan hargiz ayrilmaydi. Biz kelasi sanamiz.